Bitta narsa, misol uchun, hozir qo'ylarga ham multivitaminlar bor, Albatta. qo'yni o'ziga alohida. Misol uchun 10 ta qo'yga 6 oy davomida qancha nima qilib turish kerak? Ishtahasiga, semirishiga qancha nima Viamin deganimiz bor, triviton deganimiz bor. Bu qo'ylarga juda kerakli narsa. Qo'ylar maymoq bo'lib qolishi, o'smay qolishlariga bu A, D vitamin komplekslari bo'ladi. Bir dona qo'yga 50 kilolik trivesli qo'ylarimizga 50-60 kilolikka 3 grammdan 5 grammgacha ko'l qilinadi. Bular qo'ylarning o'sishini, o'ziga ves olishini juda mukammallashtirib beradi. Mukammallashtirib beradi. Albatta. Juda ham yaxshi. Bir donasi 35 ming so'm turadi. Qo'ylarimizga 20 ta qo'yimiz ketadi. Molga 10 taga. Molga 2 kilolik mollarga 10 Bunisi-chi? taga. Bunisi ham shundaqa. Ishlash vazifasi bir xil. Bir xilda. Ha. Juda ham yaxshi. Qo'ylarga 20 ta, molga 10 tasiga. Juda ham yaxshi. Bularda hammasi ko'proq shunga o'xshagan dorilar bo'ladi, aka. Albatta. Har 6 oyda berib turish kerak. Har 6 oyda berib turish kerak. Tezroq semirish uchun. Tezroq semirib, tezroq rivojlanish yetilish uchun. uchun. Juda ham yaxshi. Cho'ziladi. Endi yem bersa ham mol, qo'y o'sadi, o'smaydi emas. Shu vaqtgacha o'sib kelgan, oldin ham bu dori-darmonlar bo'lgan, faqat hozirda zo'r rivojlanib ketdi. Yevropada har 6 oyda shu narsalarni beradi. O'shaning uchun mollarni ko'rsalar 2 tonna, 1,5 tonna, 2 tonnalik mollarni ham borsangiz, bir kishi yetalab yurgan bo'ladi. Nimaga? Vitamini yaxshi, yemi yaxshi, o'shaning uchun qarov yaxshi bo'lsa, Xudo xolasa, sizlar o'ylagan natijani beraveradi inshaalloh. Buni nima? Tomonimizda bahorgi birinchi obработкасga qo'y mollarimizga jigar qurt, ichak qurtlarini qarshi vositasi albendazol deyiladi. Albendazol. Ha, bularni bersangiz, ichi me'dalari, jigar qurtlari to'kilib, mol qo'ylar o'zi semirish, o'ziga vazn olish juda ham yaxshilanadi. Juda ham yaxshi. Hali misol uchun qo'ylarni umurtqa pog'onasiga qurt tushib qoladi aka. O'shanga qarshi dori ham bormi? Bor. Ularga qarshi ukollarimiz bor. Mana Gollandiyani Intermectin degan ukollarimiz bor. Xitoylarimizga bor Ivermectin. Ularni ham 20 ming so'mdan 100 ming so'mgacha raziyasi bo'ladi. Juda ham yaxshi. Menimcha hammasini tushuntirib berdik-a. Hozir qo'y moliga hammasiga tushuntirib berdik. Tushunmagan bo'lsak, mani manzur tutasizlar. Endi bilganimcha savol berdim. Savollarni kommentariyaga yozinglar. Qanaqa savollar qolib ketgan bo'lsa yoki bo'lmasam telefon qilib gaplashib, o'zlaring ma'lumot olsalaringdan bo'ladi. Endi bu tomonda bo'ladigan bo'lsa, daraxtlarga oid, ya'ni dori-darmon qurtlarga qarshi. Xo'p, bir moshdan o'zingiz ma'lumot bering aka. Bu tomonimizda agroximikatimiz. Hozirgi kunda birinchisiga sepgani zahar dorilarimiz sepiladi. Mana bu qaramimiz hasharotlarga qarshi, daraxtdagi kamustoy, plyonka qurt, oqchirak, qorachiralarga qarshi sepiladigan zahar dorimiz. Buni 10 grammi 10 litr suvga bo'ladi. Bu 1 litrlikda, bu 1 tonna suvga aytadi. Narxi 160 ming so'm turadi. 1 tonna suvga haydab bemalol olma, o'rik, shularga bemalol sepsa bo'laveradi. Hamma daraxt ketadimi? Qarshi. Hamma daraxtga ketaveradi. Shiralarga qarshi. Juda ham yaxshi. Yana-chi. Undan keyingilarimiz mana Navasil degan vitamin komplekslarimiz. Bular ham yashnatib, rivojlantirib beradi, ham hamayini, ya'ni mevasini katta qilib beradi. Bemalol bularni uzumga ham, o'rikka ham, giloslarga ham, limonlarga ham bemalol sepsa bo'laveradi, hamaylarni katta qilish uchun. Bu qanaqadir ximiya bo'lib olmaydimi aka? Yo'q, bu vitamin. Vitamin. Ozuqaviy vitamin. Juda ham yaxshi. Yevropa davlatlarida mevalarga shunaqangi narsani ko'proq berar ekan. O'shaning uchun ham mevalarni agar misol uchun Eronnikini yeydigan bo'lsangiz ham katta nokini ham, Eronda nokilari juda ham mashhur. O'zimizda ham masa ko'payyapti. Mana shundan beradigan bo'lsangiz, rivojlantiradi. O'zingiz uyingizda o'sadiganga ham beradigan bo'lsangiz, mevasini katta qilib berar ekan, to'g'rimi? Hamma yeydigan o'sha meva degani. Juda ham yaxshi. Narxi nechi pul? Narxi buni 130 ming so'm turadi. 500 litr suvga bo'ladi. 500 litr. Yana nima bor aka? Undan keyin mana bular ekarot deganlarimiz. Hozirgi kunda ko'pchiliklarimizga zarur bo'ladigan narsa. Bu 20 gramm 10 litr suvga bo'ladi. Bu narsa yangi ekilayotgan ko'chatlarga, mayda ko'chatlarga, pomidor, bodring shunaqalarni yerga olishda juda kerakli narsa. Buni suvga aralashtirib, tagiga quyib ekiladi. Bu ildizni rivojlantirib, yerga o'rnashishini yaxshilab mukammallashtirib beradi. Mukammallashtirib beradi. Albatta. Juda ham yaxshi. Narxi nechi pul? 170 ming so'm beriladi. 170 ming so'm. Qanchaga yetadi? 500 litr suvga bo'ladi. 500 litr suvga bo'ladi. Juda ham yaxshi. Yana nima bor aka? Undan tashqari endi hozirgi kunda uzumlarimizga sepgani tapas, shunga o'xshagan mana bu Papas deganlarimiz kelgan. Bularimiz uzumga, shaftoliga oqshayib sho'r tushishini kasalligini oladi. Shira tushishiga ham emas. Yo'q, bu shiralarga emas, bu oqshayib sho'r tushishiga qarshi. Bu narsa 5 gramm 10 litr suvga bo'ladi. Sho'rlarni oldini oladi, sho'rni yuvadi. Juda ham yaxshi. Narxini ayting buni? Narxini 350 ming so'm turadi. 350 ming. 5 litr suvga bo'ladi. Xullas kalom qadrdonlar, qanaqa meva bo'ladigan bo'lsa barchasiga bor ekan, xudo xolasa, uzum, olma, nok, apelsin, mandarin hammasiga dori-darmonlar bor. Kelib bemalol foydalansalaring bo'ladi.
suv o'rnida sepsalar ham bo'ladi, ya'ni anaqa separatorda sepsalar ham bo'ladi, yo bo'lmasa yeriga suv qilib berib yuborsalar, ya'ni ildizidan bersalar ham bo'laverar ekan. Xullas, kesalaring o'zlari maslahat beradilar, iloji boricha sizlarga sharoitdan kelib chiqib, chiroyli narxlarda qilib beradilar. Video ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like bosinglar qadrdonlar. Foydali video qilyapmiz, xudo xolasa, hammani uy ro'zg'orida ishlaydigan darajada kerak bo'ladigan ma'lumot beryapmiz. Aloqaga chiqaverasizlar.